Mana uni qizartirib oldik. Hali faqatlar kelgan yo'q. Mana kartoshkani, endi go'shtni asta sinchiklaymiz ichkariga. Dedim sabzini solamiz tam uchun. Sal 2 minut qo'zg'aymiz sabzini, keyin piyoz, keyin buni sabzini tashlaymiz. Tam beradi. Yog'ni o'zida qizargan-ku. O'sha gapiradi. O'tgan kun bolalar yegan, o'shalarni zakaz bilan qaytadan bo'lyapti. Aka. Yomon jinnicha bo'ladi. Yog'da qovuryapsizmi? Ya nimada qovuryapsiz debdi. Qovurish emas, bir tashlab qizartirib olamiz kartoshkani. O'sha sari yog'ni o'zida. Dachada dam olib o'tirishib turaverasizlar. Ovqat pishmagan ovqat. Ovqat nima bo'ldi ovqat? Ovqat siz uchun ovqat. Sizning ovqatda. Boshqalarni beri taqillatamiz. Qizg'anda. Oh, mey. Go'shtlar o'zi biqillayapti. Jimlab qo'ygandi. Keldi bu yoqdan ham Jahongir ham keldi. Davron akam ham ko'rdi. Kimlar deydi bu zirvagi. Hozir mana bugun ham Furqat bilan Davron akam kelyaptilar. O'tgan kungidek nima edi, tovuqni sari yog'da va kartoshka qozon kopga aylantirib qilasiz dedi. O'shanga hozir biz mana tayyorma yerda turklarga yaqin sal ziyati ham bo'lishi mumkin. Tovuqni oyoqlarini oldik. Endi kaksikdan kartoshka ustiga endi mayda chudalarni men endi asta-asta qozonni yoqdim. Asta boshlaymiz. Qozon hozir yaxshilab qizsin. Sari yog'ini tashlab o'shanga sari yog'ni oldik. Bir litr aldık. Yarım kilo kam bo'lar ekan. O'tgan safar yarım kilo kam edi, buni ustiga ham qo'shib oldim. Hozir boshlaymiz bu yog'ini. Hozir ular ham kirib keladi. Joyini tayyor qilib qo'ydik hozir. Fontanchiqlarni qo'shganmiz kaksikda. Sepishni qarang. Havo yaxshi hozircha. Yomon emas. Endi bu yog'ini ko'raveramiz. Hozir ular ham yo'lda chiqib kelyapti. Hatta narsa esdan chiqib ketdi-da, aytayinda sizlarga. Men har doim borki sabzni yuqqa to'g'rab tashlaydigan bo'lsam, odamlar sabz nimaga qilasan to'g'ri tashlab deydi-da. Buni go'sht qovurilayotganda qo'shib tashlasangiz borki, ovqatga shirin ta'm beradi. Keyin buni ham nima edi esimda, faqat esimdan chiqadi mana. Buni ham mana o'qib turib, bular prosta ta'm berish uchun ta'm beradi-da, boyagi go'shtga ham ta'm o'tadi. Go'shtni boyagiday zelin ustiga tashlaganman. Va sos qo'yganman. Bir manerat qiladi. Hozir buni olamiz bu yoqqa suvi qoladi-da. Yog'ga tashlanganda suvsiz tashlanadi. O'sha tovuqda ham borki, ta'm bo'ladi-da. Bu vasha jinnat ta'mcha bo'ladi. Endi bu yog'ini tomosha qilaverasizlar. Nasib qilsa sizlar bilan birga yana davom etamiz. Hozir ular ham kelib olsin. Ular ham yo'lda o'sha kirib kelyapti. Mana o'tgan kuni yog'da, oddiy yog'da qovuryapsizmi? Ya nimada qovuryapsiz debdi. Qovurish emas, bir tashlab qizartirib olamiz kartoshkani. O'sha sari yog'ni o'zida qirchillab turadi-ku. Go'sht pishishga yaqin qolganda kartoshkani shuni ustiga qo'yib bir 150 grammni shundan uni solib yarib, suvni miltillatib damlatib qo'yasiz. Bir 20 minutga bormasdan qanday bo'lganini qizartirib. Shunaqa bo'ladi. O'tgan kuni og'ayimiz so'radi. Kommentariyada yozgan ekan, qanday bo'layapti qizartirishni. Hozir mana buni qizartirib olamiz. Issiqda rosa issiq ketyapti lekin. Mana uni qizartirib oldik. Hali faqatlar kelgan yo'q. Mana kartoshkani, endi go'shtni asta sinchiklaymiz ichkariga. Opa. Tashladik. Şimdi az bu tarikada biroz
aylan qo'zg'atamiz bu yoqqa, keyin qo'zg'atganimizdan keyin boyagi sabzi dedimmi, sabzini solamiz ta'm uchun. Sal 2 minut qo'zg'aymiz sabzini, keyin piyoz, keyin buni. Piyozni olib buni solsangiz ham bo'ladi, chunki boyagidek ta'm beradi, ta'm uchun. Qarang, mana uni bujurlashini. Maydan tushuntirib juda qiyin. Keyin buni sari yog'da bujurlayapti. Bujur. Sabzini tashlasak ham bo'ladi ustiga. Sabzini tashlaymiz. Ta'm beradi, yog'ni o'zida qizargan-ku. O'sha gapiradi. O'tgan kun bolalar yegan, o'shalarni zakaz bilan qaytadan bo'lyapti. Aka. Yomon jinnicha bo'ladi. Jinnicha qilgan ekan, shuni yana qiling debdi. O'zlarga zakaz bilan bo'lyapti. Xudni qaranglar siz. Siz ham voy. Sari yog'da nimani pishirsangiz ham o'zi jinnicha qilib bo'ladi-ku. Mana da bu yerda voy buni biqillashini qarang. Asta qilib tagini aniq qilib qo'ydik, bari qozon qizg'anda. Oh, may. Go'shtlar o'zi biqillayapti. Dimlab qo'ygandik. Asta desak, tagiga og'aynim paxtachani tiqib qo'ygan ekan, chiqarib tashladi. Shuni qizg'aniga shuncha qizibdi. Keldi bu yoqdan ham Jahongir ham keldi. Davron akam keldi, podpolkovnik. Ana bu yoqni asta ijodni boshlayapmiz endi. Akam o'zi men kep pomidorlar men turayman. Anaqa bodring bormi aka? Buzmang dedi. Toz yana bodring aniq qilamiz, tushiramiz. Buzmang 3 ta nima keragi bor? Jahon pomidor yeydi. Yo'q aka, ikkalasiga bo'lib yaring. Nima qilasiz? Toshib ketdi. 3 ta yo'q, mana 2 ta bo'lsa yetadi, uncha ko'p emas. Asta bu yog'ini yana meyvalar, olmalar hammasini tushirib qo'yamizda. Hozir shu Furqat og'aynimiz ham amerikalik ham hozir u ham kelyapti asta-sekin. Muzika ham o'ynab yotdi. Shu muzika uchun bizni blokka tiqib bermasa bo'ldi edi. Mumkin emas, avtosprava bor-ku. Okalar, dachada dam olib o'tirishibdi. Ovqat pishmagan ovqat. Ovqat nima bo'ldi ovqat? Ovqat siz uchun ovqat. Sizning ovqatda. Boshqalarni beri taqillatamiz. Nima deyapti bu? Voy, nima deyapti bu? Nima deyapti? Bilqillayaptimi? Ay so'zlari. Mana qara ichini bitta qara cho'xa. Qo'llarini o'ynatib, nimalar deyapti? Xidini qara. Qo'llarini o'ynatibdilar. Suzamiz, qo'xa. Bo'ldi, suzamiz. Mana. Bismillah. Ana. Anada jo'xa qayerda kab cho'michimiz bo'lish kerak edi. Bo'ldi, hozir. Manisi ham zo'rda. Cho'mich mana. Jo'xa. Akalar olib qo'yman. Voy. Mana boshingda. Ha o'g'lim. Mana bu yoqqa qarang bitta. Mana suyini ham ko'rdik. Kimlar deydi bu zirvagi. Ovqatni jinnisi zirvagi bu. Mana olamiz. O'g'lim. Bu yoqqa endi. Hop. Nima bo'ladi endi bu yoqqa bilasanmi? Mana nimaga bunday qilganmiz? O'tgan safar ham gapirdim. Mana suvni ichiga solib qo'ygan istayapti-ku. Suvda tursa, achchig'i ketadi piyozni. Lekin bu kartoshka, yangi kartoshka. Mana shu jinnicha kartoshka. Bunday qilamiz. Vay. Keyin mana bunday qilarmiz. Buni qarang. Mana bunday. Meqir tomchisi. Qilsin. Biz limonim. Qozonni yopamiz, iloji boricha. Bu faqat bizga kerak emas. Ichidagi turaversin. Qani, suvga. Suvga marhamat. Bunday to'ylarimiz bor degan joyda bunday qarang. O'rtamochingizdor, jamoat. Och. Sen qo'lini kimda olib bersin, qo'lini lov bo'ldi. So'taman. Bosib yeysa, qozonda yana borar ekan. Buncha ham ko'p. Men yemayman, qornim to'q. Buncha yeyolmayman. Endi aytyapman-da men. Kelingizlar sizlar. Sizlar ham. Mehmonimiz bo'lingizlar sizlar ham. Otingizga rahmat. Mana bitta ta'mini ko'rishsin-chi, sho'xi. Do'stlar. Ana qilamiz. Qani, bo'sh. Bismillah, boshlang. Kartoshkasidan ko'ryaptilar. Mana olib qo'ying. Nimaga har doim kartoshka ko'rsatadi ta'mni?
Nimaga go'shtda yeb ko'ringlar, kartoshka. Faqat kartoshka yeydi hammang. Kimgadir ta'mini ko'ring desam, faqat kartoshka yeyishadi. Gap yo'q. Gapirdimi, gapirmadimi? Aha. Til ojiz. Sen ojiz, til ojiz. Mayli, yoqimli ishtaqa sizlarga. Kelinglar mehmonlar. Endi biz asta biz ham davom etamiz. Sariyog'qa bo'lgan. Sariyog'qa har doimgidek bilasiz-ku, biz sariyog'qa qilamiz. Posingizda yoqimli ishtaqa.